Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: biror inson o'z qo'l mehnati tufayli, peshona teri tufayli yegan taomidan shirinroq, halolroq yo'q degan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadis aytibdilar. Davud alayhissalom o'zlari podshohliklariga qaramasdan qo'li bilan mehnat qilib taom yeyishlikni xohlar ekan. Shuning uchun Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Davud alayhissalomga aytgan ekanlar: bizda ba'zi bir o'rinda bittamiz borib Rossiyada ishlab kelamizmi, shu yerda aqchamiz ko'proq bo'lib qoladi, samor deb bitta ikkita xonasini band zanit qilib oladigan odamlar bor ekan. Bemalol. Ha, bo'ldi, bu yil ishlab qo'ydik, mana bu yoq bizniki bo'lib qoldi endi deb. U program biladi, biz mana soatda kelamiz deb ish bit tushunmadi, nima ovqat qiladi, qancha qiladi, hammasini aytib o'tirmar ekan. Birodarlar, insonni, ayniqsa erkak kishini albatta kasb hunari bo'lishlik kerak.